anaqalarni mashinasi ekan, unda anaqa o'tkirib ketadigan. Qizlarni bir narsalar bizilib yuradi-da. 2 yillik tanaffusdan so'ng Razgon.uz yana Dream Cars loyihasini boshladi. Esingizda bo'lsa, zo'r superkarlarda, elektromobillarda taksi qilardik, ko'chada kira qilardik-ku. O'sha loyihamizni yana boshladik. Bu galgi mehmonimiz, endi mehmon emas, endi bu men bilan bo'ladi. Zikr 001 elektromobili bo'ladi. 0 dan 100 gacha 308 sekundda chiqadi. Bugungi passajirlarni yomon ham cho'chitamiz, lekin bor. Mashinaga qaranglar, juda ham chiroyli, oppoq, jemchuk ranglarda. Sizlardan bitta like kutib qolaman. Podpiskani bosib qo'yinglar. Menga podдержка bo'ladi. Men to'xtab qolmayman shunda. Har hafta sizlarga yangi mana shunaqa zo'r mashinalarda ko'chada odamlarni xursand qilib kira qilamiz. Lekin men bir rangi ham vashti zo'r ekan. Qaranglar, oranjiviy. Nimaga shuni berishmadi? Oqini berishdi. Mayli, keyin safar qilamiz bu mashinada. Biz hozir Zikrni ofitsialniy avtosaloniga kelganmiz. Toshkent Cityda joylashgan. Bu yerda juda ham Zikrni har xil modellari bor. FR 001, 007, X modellari bor. Xohlaganinglarni kelib, agar shu mashinani olishni, xarid qilishni niyat qilgan bo'lsangiz, kelib test drive qilsanglar bo'lar ekan. Bizda bo'lsa, syomka uchun naqd 3 kunga oldik bu mashinani. Menimcha bu mashinaga kiyimim mos tushmayaptimi deyman-da, yo mos tushyaptimi, nima deb o'ylaysizlar? Agar yo mos tushmayapti desanglar, hozir bitta do'konga boramiz-da, shu mashinaga mos bitta zo'r look qilamiz. Ketdimmi? Ketdi. Xo'p, mashinaga ham chiqib oldik. Endi telefon qilamiz akamizga. Bizga look qilib beradigan akaga. Davlat aka, assalomu alaykum. Charchayapsizmi? Tinchmisiz aka? Do'kon, rahmat, shu do'konnamiz aka? Bo'ldi, aka, ketaman hozir. Ketdik. Bunaqa mashinalarni gaylar yaxshi ko'rishadi-yu. O'shanga rebelda qolmasa bo'lmaydi. Ham o'zimizning sog'lig'imiz uchun ham, xavfsizligimiz uchun ham yaxshi-da, baribir bu narsa. Ruli lekin vash yumshoq ekan bor. Vash shunaqa yumshoq ruli. Barmoqda qaldirsa qalib ketyapti bor. Radargacha 100 metr qoldi deyapti. Bizlar bilan har doimgidek inspektor radar detektori. Bu mashina juda ham tez bo'lganligi uchun radarga tushib qolish ehtimoli yuqorida bizda. Shuni hisobga olib, inspektor radar detektoridan hozir biz foydalanamiz. Bu uncha lojniy signallarga ham chiyillab ketib turmaydi. Faqat qatta radar bo'lsa, ishlab turgan radarlarga faqat signal beradi bu radar detektorimiz. Shuning uchun men faqat inspektor radar detektoridan foydalanaman va sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Biza keldik. Samarqand darvozada joylashgan 2 etajli shunaqa do'konlar bor, bilsanglar, yangi. Shunday anaqani nima edi? Mamit nima edi? Esimdan chiqib qoldi. Korzinkani bu betida joylashgan kafeni tepasida. Ketdik, kiramiz endi. Yomon qizdiryapti lekin bor, bilmayman necha gradus bo'lyapti. Mashinaning ichida muzdekkina mazza qilib o'tirib, tashqari yoqmaydi ham bo'lib. Davlatiga tayinlanmasdan primo shundoq YouTube'ga bo'raveradi. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qanaqasiz aka? Kiyimlarni ko'ryapsizlar. Dodalar hamma shu yerda klassik kiyimlarni, casual xullas oppoq zikr berishdi. Zo'r bo'libdi. Jemchuk rangda o'shanga mos bitta look qilishimiz kerak aka. Qilamiz zo'r. Qanaqa narsani tanlaymiz? Ko'rib chiqamiz, yoqadigan modelni birgalikda tanlaymiz. Ketdik shunda. Bitta ko'ramiz aka. Bitta tanishdim. Yoqdimi? Yoqdi. Suzib yuraman bor ichida. Yozgi mavsumga yarki ochiqroq ranglarda look qildi. Ahamiyat bergan bo'lsang, tomli rangdan ochiq qarab ketganmiz. Kiyimlarimizni tomli siniy, naturalniy charmdan bo'lgan oyoq kiyim, unga mos shimimizni hamda rubashka
Rubashka Lion hamma mahsulotimizni yozga mo'ljallangan zo'r havo o'tkazadi. Maza qilib komfortda yurasan, xudo xohlasa. Zo'r narxi-zu. Men ko'rayotgan omilchilar narxini ayting aka. Narxini aytamiz. Ko'yni 799 ming, shimam 799 ming, krossovkamiz 999 ming. Hammasi naturalniy mahsulotlardan qilingan. Qattiqi bular aka. Bular Turkiyaniki. Bular turetskiy mahsulotlar. O'zimizda borib, saralab tanlab olib kelganmiz eng yaxshilarini. Zo'r, ketdi endi. Zikrda kiraqnamiz mana shu cho'tki qimmat kiyimlarda. Faridul kiyim do'konining lokatsiyasini yana bir marta tushuntirib o'taman. Qoratosh, shundoq Samarqand darvozani bu yoq betida joylashgan. Bemalol kelaverasizlar. Kiyimlarni kiyib oldik. GoPro kameralarni o'rnatib oldik. Antiradarlarni o'rnatib oldik. Remenni taqib ketdik endi. Kira qilamiz. Dice bro, no te confundas, tú no eres mi bro. Tú nunca pelaste por mí cuando yo tenía el bolsillo, bro. Bu onam chiqdi. Assalomu alaykum. Aloqaga. Ha? Biprint oldik. Ishmi? Ish ko'rmayapman. Olmay. Yandex qimmatlashib ketibdi вообще. 200. Narxni olsa Yandex turmishmi mana? Yuraman, yuraman. Ko'chada mana to'xtatadigan odamlar bo'lib ketibdi. Yandex qimmatlagan hisobiga. O'zi avtobusda kirdim. Bozorda ishlaysizmi? Nima sotasiz? Chimkicha jinsi. Qoranish. Bu kerak emas, yo'lamaydi o'zi. Yo'q, ovuring. Yo'q. Mayli, voy. Ovuring, voy. Yo'lamagan cho'p ketdi. Charchamaysiz, salomat. Ha. Bir xil bizani kuzatayotgan negativchilik aytish mumkin. Savob qilsang ko'rsatmasdan qil, nimaga ko'rsatib hammaga maqtanib qolsan deyishligi mumkin. Bu yerda men savobni ko'rsatayotganim yo'q. O'zi bu yerda maqsad umuman u narsa emas. Odamlarni ham shunaqa yaxshi mashinaga o'tkazib, kayfiyatini ko'tarish. Maqsad shu faqat. Uncha odam bunaqa qimmat mashinalarga o'tira olmaydi, misol uchun qimmat mashinada yura olmaydi. Orzu bo'lib qolib ketadi bir xilada. Shu orzusini naminchasini bo'lsa ham amalga oshirish. Maqsad shu faqat bo'ldi, tamom. Pulini olish emas yoki boshqa narsa qilish emas. Misol uchun pulini olib turib, ularni kamerani o'chirib turib, o'zim sekin borib abid qo'rsam bo'lardi, nima olib qarasa. Bizga bu narsa kerak emas. Umuman qiziq emas u narsa. Maqsadimiz ham u emas bizning. Bu klient 400. Ormay aka, qayerdan aka? Qayerda? 15 ming. O'tiring aka. Ketdi. Qanaqa bo'ladi? O'tiring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatlisiz? Bu kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Shu yerda ishlaysizmi? Yo'q, uyda ketayman uyga, viloyatga. Qaysi viloyat? Samarqand. Samarqandisiz. O'tiribsizmi bu yoqda? Ishlayman. Ishlaysizmi? Ha, Nima ishda aka? bankda. Hamma bankka kirsa, hamma bankda odam ko'p. 200. Endi bank Ta do'stim, endi sabr qil. Kreditdan qutulib olishimiz kerak. Hayot shu ekanda. ko'pchilik valyutaga boradi, keyin to'lovlarga boradi, masalan, kommunalniy boradi o'sha. Sizni shu qayerdadir ko'rganman, adashmasa blogermisiz? Manmi? Ha. Instagramda. Bloger yo'qolman. O'xshatini kimgadir ko'rganman Instagramda. Ha, To'g'rimi? to'g'ri. Topdingiz. Ha. Kamera Ha? yozyaptimi? Ha. Anaqamiz uchun, xavfsizligimiz uchun deydi. Hozir hamma taksilar qo'yib olgan, aka, o'shanga biz ham qo'yib oldikda, o'shanga. Ha, ya o'zim taksi qilaman bo'sha. Xavfsizligimiz uchun. Ha. Yandexda qilasizmi yo? Ha, Yandex. Ishdan keyin qilib turamiz. Qanaqa aka mashina haqida fikringiz? Mashina yo'q, zikrmi? Ha. O'tirganmisiz bu mashinaga? Ha, o'tirganman. O'tirganmisiz?
turadimi yo benzinmi? Tokda yuradi. Tokda. Faqat elektr emas. Elektri faqat tok ko'zida yuradi, gibrid emas. Zapas xod nechta? Zapas xodi 500 dan oshiq edi. 500 dan oshiq. Adashmasam, 500 kilometrdan ko'proq sal. Instagram qo'yasizmi endi buni? Yo'q, Instagramga qo'ymaymiz. Zo'r chiqsa Instagramga qo'yamiz. Bo'lmasa o'z YouTube'ga o'zi asosan. Ha, YouTube'dan. Ha, YouTube'ga qo'yamiz. Qolsa. Uncha bunaqa mashina yurmaydi, taksida bor. Ha. Hozir ikkita odam to'xtanib hayron. Tushunmayapti. Haqqa ekansan, indamaydi. O'sha joyga qarab turib, haqqa o'tiring. Haqqa sizga tushunmayapti-da. Assalomu alaykum. Chorsiga. Yuring doda, o'tiring. Nima qanaqa ochiladi? Torting. Ya qoyil mana. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Qachon salomatmisiz? Rahmat. Voy, bu anaqalar mashinasi. Yana unda anaqa o'tkirib ketadigan katta xo'jayinlar. Ha, shunaqa mashina. Tegidan shamolni o'tib tursin. Kelsin. Baraka toping. Salomat bo'ling. Nima ish bilan doda endi? Men mana shu ishlayman o'zim mana bitta. Aha. Mana yonimizdagi Mubina salon. Aha. Bu yerda ham ishlayman. Santexnika, elektrichество va qorovulchiligi. Shu qizlarning bir narsalari buzilib yuradi-da. Ha, remont qilib. Apparat, saparat. Bittasida bir apparat bor ekan. O'zi qimmat ekan. Shuni olib chiqib ko'rsatib, "Jon amaki, mana shuni to'g'irlattirib bering, bu qimmat, ololmayman." Bir ukam bor edi Chorsida. Mana shuni to'g'irlaydigan. Olib tushsam, uni ham boshi qotgan. Juda anaqasi qiyin deydi, sложный. Endi motorchigi bor ekan. Shuni topa olmadi. O'shani topib qo'yibdi. Bu hozir qo'ng'iroq qilib qoldi. Doda dedi, kelib olib keting, men qilib qo'ydim mashina. Deya baraka top dedim. Bu hozir ertalabdan telefon qilib, "Amaki nima bo'ldi? Ertaga nima bayram?" Ertaga 25-may. Xayr maktabim, xayr yoshligim. Maktab bitirishadi-ku ertaga. Salonda kelishar ekan, bir narsa qilar ekan-da shunda. Nima dedimi, bir narsa dedim o'zi. G'alatigina apparat o'zi. Ko'p narsaga aqlim yetadi. Shunga kelganda aqlim yetmay qoldi. Narsalar yengillanib ketyapti. Yengillanib ketyapti. Mashinalar ham yengillanib ketyapti. Bundan ko'ra bu nemetskiy ekanda, Xitoynikini olmaysanmi dedim. Xitoyga dedim, o'zbek tushaveradi dedim. Bu boshqacha apparatda bu unaqa. Shundan endi pul topadi shular ham. Tirikchiligi. Dedi? Sovumasmi doda? Yo'q, yaxshi. Yaxshi. Bu nima buni oti bu mashinani? Zikr bu. Xitoy elektromobili. Zikr degani shumi? Ha, mana shu bo'ladi. Men mashinalarni anaqasi, mana bular bor-ku. Hammasi menga Nexia-da. Bu hozir ham tez yuradi, ham komforti bor. Sidinalarda ana dop opsiyalarida masajlari bor. Qishda isitib beradi sidinasi, yozda sovutib beradi. Funksiyalari bor. Mana bolalarimga buyursin. Mana shunaqa sizlarga o'xshab. Ya'ni kelsin, hammamizga nasib. O'zim umuman mashinaga qiziqmaganman. Yo'q, lekin haydamagan mashinam qolmagan. Haydamagan mashinam qolmagan. Pravam yo'q. Yo'q, o'qimaganman. Lekin bilasiz haydashni. Ya, boyni haydayman. Lekin mana mana shu anaqa-yu bu avtomat. Bunda ananda bir ozgina qiynaldim. Qo'lim ketib qoldi. Shunaqa reaksiyada qo'l ketib qoldi. To'xtatdim. O'zimga o'zim aytdim, "Chuda avtobus bu ham" dedim. Chuda avtobus bo'lardi. Bitta oldiga, bitta orqaga bo'ldi. Skor shunaqa edi. Bu ham xuddi shunaqa. Svetofordan o'tibmi? Ha, o'tib. Ishqilib ketaman. Ha, ko'rdikda. Doda ovora bo'lmang. Juma bugun. Yo'q, yo'q. Qo'yavering, doda. Duo qilsangiz bo'ldi. Biz duodamiz. Biz pul uchun, gap yo'q. Taksi kira qilish uchun emas. Kuchumlardan eslatib o'tavering. Bo'ladi shu yerda? Ha, bo'ldi mana shu. Joningiz sog' bo'lsin. Rizqingizga Alloh baraka bersin. Ota-onangiz borlar? Bor. Rohatlaringizni rohatlarda ko'rsin. Yaxshilikda ko'rishinglar. Xo'p, rahmat. Omon bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Xo'p. Bismillah. Ana, odamni duolarini oldik.
mayli. Shunaqa odamlar ko'payaversin. Shunaqa yaxshi insonlar ko'payaversa, jamiyatda ana qing'irqiy shu qalanqa-sanqilar ko'payib ketdi. Hozir Instagramda ham, YouTube'da ham shunaqalar kamayadi-da. Bunaqa insonlar tarbiyachi-da, haqiqiy tarbiyachi. Hozirgi chiqayotgan qalanqa-sanni bilmayman. Ota-onasi yo'qmi, ota-onasi bo'lsa ham ilmi yo'qmi? Bilasizlar, mayli, birovni gapirmaylik. Hammaga insof bersin, glavniysi hammaga insof bersin. Shunaqa insonlar, yaxshi insonlar ko'payaversin. Odam qattasizlar. Ey xalq deydi-yu. Odam topolmayman, qatti yursam bo'ladi. Taksistlar, mana shu videoni taksistlar ham ko'radi-da. Qatlar keyingi videoda qayoq taraflarda yuring, qaysi rayonlarda yuring, qaysi rayonlarda odam ko'p bo'ladi. O'shani yozib yuboring, iltimos menga. Men qiynalib ketaman, ketib borib, odam topolmayman. Vaqt ketib qoldi, vaqt. Voy, lekin odam yomon charchadi borib, shunaqa zo'r mashinada kira qilish ham shu darajada qiyin bo'ladimi? Okalar, lekin taksist okalar sizlarga addushi respekt bor. Keyinchi klient qatdan topasizlar. Keyingi videolarda, keyingi mashaq kontentlarda qaysi rayonga borib, qaysi ko'chalarga borib kira qilishimizni xohlaysizlar. Qatlarda odamlar bor. O'shani ham e'tiboringlar, o'zingizlar shuni yozib ketinglar. Bizga shunaqa sharoit yaratib bergan va shunaqa komfortning zo'r, qimmat mashinani ishonib topshirgan Zikr kompaniyasiga alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Agar sizlar ham mashina olish niyatida yurgan bo'lsangiz, kelib bemalol test drive qilib, xohlaganinglarni xarid qilib olib ketsanglar bo'ladi. Hamma blogerlar qatori men ham sizlardan like, podpiska so'rayman, chunki bu bizga motivatsiya beradi va keyingi videolarda bundan ham zo'r videolar qilishga bizga kuch beradi. Mana bundan kutib olsanglar.